Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xushxabar, dollar kursi 50 rublgacha tushishi mumkin. Ekspert bu fikrni iqtisodchi Georgiy Ostapkovich bildirdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga like hamda kanalimizga podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Dollar va rubl valyuta juftligi o'zini qanday tutishi hozircha ma'lum emas, lekin o'ylaymanki, avvaliga dollar kursi ko'tariladi. Odamlar hozir 10 kunlik tanaffus qilishlari kerak. Markaziy bank barchamizga bu holatni tushuntirishini kutish kerak, chunki u regulyator. Hozir dollar sotib olmagan ma'qul deb maslahat berdi ekspert. Ostapkovichning aytishicha, hukumat bu vaziyatdan chiqish yo'lini albatta topadi. Shuning uchun ham dollar kursining keskin ko'tarilishini kutmaslik kerak. Ammo yuqorida aytganimizdek, birinchi bosqichda dollar 100 rublga yaqin ko'tariladi, ammo keyin agarda dollarga talab bo'lmasa, paradoksal holat yuzaga kelishi mumkin. Rubl 2 yil avval dollar 51 rublga teng bo'lgan paytdagidek keskin kuchayishi mumkin, dedi Ostapkovich. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.